Sotuvchi yangan ketdi bozorga. Nimaga? Onam aytanchilar qattiq olib chiq deb. Kimni qizisan? Usta akani? Uskapangmi? Uskapang qizimisan? Nimaga deb unaqa deysiz? Shu ham sen qizi bo'lsang, seni kelin qilaman nasib etsa. Sizni o'g'lingiz nima bilan qon ekan? O'zingizdan battar chirrik. Dadamga aytib beraman. Bor, ay. Dada. Ha qizim. Ana hamshiramiz Ismat aka bor-ku. Ha. Shumanga seni kelin qilaman dedi. Ismat churrimi? Ha, bu. Men unga o'z kelin topib beraman, u mola. Dada, u yana siz bilasizmi nima dedi? Nima deydi? Kusikapay dedi. Onangga Ismat churr hozir uni. Kadilar pishgan uyda tuyuyor. Ismat churr. Ha. Nima men qizima sen kelin qilaman deb gapirding? Hay nima bo'libdi? Nima bo'ldi? To'q qo'yganmisan? Hay bir chiroyli qizing bor ekan, o'g'lima mos ko'raman. Sani o'g'lingga mos emas. Amir Olimxonning bachasiga mos meni qizim. Tushundingmi? Hay, usti, to'y qanonasi mensin bachalar katta bo'libdi. Esli xushli, bir xudo bo'lib, nima? Sen bilan hayotda xudo bo'lmayman. Ismat churri, sen bilan xudo bo'lgandan ko'ra fantomas bilan xudo bo'laman. Tushunding? Men qaraqa, sen nima meni yoshlikdagi laqabim hammaga aytib yuribsan. Uskapay deb. Hay nima bo'libdi? Men laqabim sharmanda qilib tashladimkanmi? Ismat churri deb. Yana bir marta aytsan, keyin ko'raman seni. Ismat churri. Uskapang laqabingni televizorga chiqaraman, istammi? Sen endi odamman, seni ustingdan yozaman. O'zi 10 sotiga yeringmi, 5 sotiga soliq to'laysan. Seni ustingdan yozib, qamataman seni harom. Bevafolar sorlaganda oftobim